Oh. Endi yashil fon bilan ishlashga keladigan bo'lsak, yashil fon bilan ishlayotgan paytda bir narsaga e'tiborli bo'ling. Operator sizga berayotgan kadrda yashil rang to'g'ri taqsimlangan bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun ko'pchilik operatorlar kadr berayotgan paytda yashil fonga to'g'ri mos holatda kadr qo'ymaydi. Aytaylik, orqasidagi bo'mashkasi oqroq bo'ladi, ya'ni ochroq rangda yashil bo'ladi yoki bo'lmasa odam o'zini ustidagi kiyimi ham rangi yashil bo'ladi yoki shunga o'xshash bir qancha narsalarda shu narsalarga e'tibor bering, чтобы kiyimini rangi bilan orqadagi fon rangi ikkalasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, yashil fonda kesib bo'lmaydi. Atrofda yana yashil boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, buni ham kesib tashlab bo'lmaydi. Xo'p, endi maytdan qo'shib beramiz. Ingliz tilini bilmasangiz, menga o'xshab kommutatsiyaga kirasiz. Bo'ldi. Arbalet yashil fonda turibdi. Bu yashil fonda kesib tashlash yo juda ham oson, yo juda ham qiyin. To'g'risini aytaman. Agarda operator zo'r ishlagan bo'lsa juda oson. Operator rasvo ishlagan bo'lsa juda qiyin. Effektga kirasiz, ultra deb yozasiz, ключ ultra bor, shuni ustiga tashlaysiz, monetdan pipetkadan yashil rangni bitta belgilaysiz, bo'ldi. Bu kadrda operator kadrni zo'r olgan. Bittada kesilib yo'q bo'lib ketdi. Lekin kadrda yaxshi olmagan bo'lsa, bittada kesilib yo'q bo'lmaydi. Ya'ni hozir men boshqalarni ko'rsataman. Kapalaylik. Buni ko'ramiz. Bunga ham ключ ultra kapalaydi o'zi qoldi. Endi yaxshi chiqmagan yashil fon. Hozir Ninachining videosida menimcha shunda bo'ladi. Mana hop, qarang. Bu yerda qanoti yo'q bo'lib ketib qoladi o'zi. Yashil rang bir tarafi tunli, bir tarafi yarki. Ko'rdingizmi? Qanoti bor, to'g'ri, lekin mana bu yerda o'chdi. Siz buni olib kelib mana bu yerga qo'ysangiz bo'ladi, mana. Lekin bu darslik rason. Mana buni ham misol uchun qo'ysangiz, qo'shimcha qanaqadir Adobe kompaniyasidan yoki ma'lum bir bo'ladi yoki bo'lmasa kapalak kecha bo'lgan qo'shimcha darsliklar tashlab beriladi. Degan 100 tagacha. Lekin mana uni orqasi qolib ketdi. Xo'p, buni nima qilamiz? Sazeni maska degan joy bor. Buni bossangiz
yashil fonni qancha joyda olish olmasligi shunga o'xshagan narsalari. Hop, o'chdi. Shu yerda polniy zelyoniy fonni o'chirish anaqasi bor. Lekin men bu ninachi yo'qolib ketdi. Endi bu uchun nima qilamiz? Buni olib tashlaymiz. Birinchi bundoq kiramiz. Kirib turib, mana turbushiga bosamiz, maskani bosamiz. Maskani bosib, ninachini ninachi bo'larmidi? O'zi otib shuni bosamiz. O'zini maksimal darajada kesib olamiz. Iloji boricha kesamiz. Qanchalik kesish imkoniyati bo'lsa, shuncha darajada kesamiz. Mana bu o'tini asrab qolish iloji yo'q lekin. Böyle kesdik. Endi bunga ultra kuchni qo'shdik. Qo'shganimizdan keyin mana buni o'chirsak, ancha ma'noliroq o'chadi. Bu daqiqa soni 50 taga 100 ta. Endi mana unga setga o'tamiz. Mana uni tepaga olamiz. Tepaga olib turib, bundoq bersak, yo'q. Sal motor berma, mana bu yerga bersak, bu ancha yaxshiroq bo'ladi. Tegi turibdi. Hop. Hop. Endi effektga o'tamiz. O'chiramiz. Shu yerda video effekti ichida svetoy ключ bor. Buni tashlaymiz. Keyin mana buni o'chirib, svetoy ключga kirib turib, mana buni bosamiz. Bosib turib, mana bundoq qilsak, qarang. Buni yeb tashladi. Evet. Şu yerdan mana bu orqasini tanlaymiz. Orqa tarafini o'zini yeydi. Mana buni ham tepaga kulturani tepasiga ochamiz. Kulturani o'zini endi mana bu tarafga mo'ljallasak bo'ladi. O'shanda bo'lay ancha yaxshilashadi. Buni kichaytirib, bundoq qilib, ya'ni umumiy hisobda 2024 video montaj urishlari uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha yangiliklar chiqishni boshlasa, shu yangilikka aloqador bo'lgan qo'shimcha dars. E'tibor bering. Svet mana bu ishlatilgan effektlar og'irroq effekt. Ya'ni misol uchun svet o'zi svetoy ключ og'irroq effekt hisoblanadi. Shunaqa narsa. Ya'ni zelyoniy fon bilan ishlayotgan paytda shunga o'xshagan yashil rang qo'shilib ketgan, bir bilan aralashib ketgan narsa bo'lsa yoki bo'lmasa ko'k fon bilan siniy fon bilan ishlatayotganda ham siniy fon aralashib ketgan narsa bo'lsa, uni kesish juda ham qiyin, siz uchun mashaqqat. Lekin mana bunga o'xshagan narsa bo'lsa, misol uchun
juda oson. Tayyor. Bitta bosasiz, sразу kesib beradi. Nimadir nastroyka qilishingiz shart emas. Shuning uchun operator bilan gaplashing, iloji boricha yaxshiroq bo'lsin. Maksimal darajada zelyoniy fonni oldida turgan odamni sochi, ya'ni sochi yozilmagan holatda bo'lsa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ko'z o'ynagi bo'lmasa, undan ham yaxshi bo'ladi. Chunki ko'z o'ynagidan nur qaytadi va kameraning linzasidagi yashil svet ko'z o'ynagiga ko'rib qolsa, yashil rangni kesib tashlaganingizda o'sha joyda o'zini adeniy maska qilib tashlashingiz kerak bo'ladi. Bu ishingizni ko'paytiradi. Xullas shunaqa. Umumiy ranglarga oid bo'lgan narsalar mashlar texnik o'rgandingiz deb o'ylayman. Kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, yozing. Guruh aynaqaga video chatga tayyorgarlik ko'ring, video chat paytida so'ring, tushunmagan joylaringiz bo'lsa tushuntirib o'tib ketay. Qo'shimcha savollaring bo'lsa beringlar. Imkon boricha tushuntira oldim, maksimal darajada tushuntirishga harakat qildim. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman va o'sha 2024-yilning oxiriga qadar qo'shimcha darslar albatta qilib beramiz. Ya'ni qanaqa qo'shimcha dars? Bu sizlar so'ragan narsalarni qilib beramiz. Sizlar so'ramasalaring biz qilib bermaymiz. Shu narsani aytib o'tib ketay. Video chatga kirganlaringda so'ranglar, mana shu joylarini biz tushunmadik. Imkon bo'lsa shu joyiga men shunaqa narsa qilmoqchi edim, shuni qanaqa qiladi deb savol bilan chiqsangiz, o'sha savolingizga yarasha bo'lgan men video darsini qilib beraman. Yoki o'sha video chatni o'zida tushuntirib o'tib ketaman. Shunda sizlar video chatni o'zini guruhga tashlab qo'yamiz, ya'ni kanalga tashlab qo'yamiz. O'sha yerdan ko'rib o'rganib olaveradi qolganlar ham. Shunaqa. Menimcha video chatni o'zini ekran zapis qilib kanalga tashlab qo'ygan ancha ma'qulroq, ko'pchilik o'rgansa kerak. O'zini ehtiyot qilinglar, barchaga omad. Inshaalloh yaxshi kunda, yaxshi joyda, yaxshi insonlar orasida ko'rishish hammamizga nasib bo'lsin. Omon bo'laylik.